Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25 fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Bobashbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular narxi bilan tanishamiz. Bular HB materiali tepa pastlik. Nech pul buni narxi? 60 ming. 65 ming so'm pachkaga, donaga nech pulda? 70 ming so'm donaga. Razmeri 56 gacha. 52 dan, 52 dan 56 gacha razmer. Xo'p, bunisi-chi, mara bunisi. Bu 55 ming so'm pachkaga, 60 ming so'm donaga. Standart razmer. Buniki standart razmer ekan. Bunisi-chi? Ham standart, ham 65 ming. 65 ming so'm pachka narxi, 70 ming so'm dona narxi. Razmeri standart ekan, materiali maramir. Bunisi bambukmi, nima bu? Xo'p, maramirga o'xshab ketar ekan. Nech pul deyapsiz buni? 60 ming pachkaga. 60 ming so'm pachkaga, donaga nech pul? Bitta razmer 65 ming, ha? Donaga 65 ming so'm. Razmer ikkitalik. Nechi? 50-52 razmer. Bunisi-chi? Mana rasvetkasi ekan buni yonidagisi. 5-6 xil rasvetkasi bor. 5-6 xil rasvetkasi bor ekan. Xo'p. Bular 85 ming so'm ekan pachkaga. 90 ming so'mmi donaga? Razmeri 50-52 54 ekan razmerlar. Materiali shu vaflida mana. Shu bahorda kiyadigan. Telefon nomeringiz 91lik 253 08 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, o'zlari ishlab chiqarishadi.